Barkamol avlod kelajagimiz egasi. Yosh avlodni vatanga munosib farzandlar sifatida tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tutgan o'rni beqiyosdir. Shu kunlarda viloyatimiz bo'ylab bog'chalarda bitiruv tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Termiz tumanidagi 14-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Xayr bog'cha, Salom maktab shiori ostida tantanali bitiruv tadbiri bo'lib o'tdi. Quvonchli sadolar ostida bolalikning eng beg'ubor, orzuga to'la damlari yana bir sahifaga aylanmoqda. Ushbu bayram orqali 50 nafar kichkintoy o'zlarining ilk ta'lim bosqichini yakunlab, maktab hayotiga yo'l oldi. Bu faqatgina bitiruv emas, balki kelajak sari boshlangan yangi yo'l, ezgulikka eltuvchi navbatdagi bosqichdir. Hozirgi kunda ushbu maskanda 260 nafar bola tarbiya olayotgan bo'lib, ular bilan 20 nafarga yaqin tajribali, mehribon va o'z ishiga mas'uliyat bilan yondoshuvchi pedagoglar faoliyat olib borishmoqda. Ularning har bir kuni bolalarning kelajagini barpo etish yo'lida sabr, matonat va mehr ila o'tmoqda. Muassasa rahbari Zaynab Ishquvvatova tomonidan tashkil etilgan bayram tadbiri ko'tarinki kayfiyatda, ezgu tilaklar va quvonchli onlarga boy tarzda o'tdi. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda bugun juda ham ajoyib, quvonchli kun, sababi 50 nafar bitiruvchilarimizni maktab sari uchirmoqdamiz. Bolajonlarimizning ko'zlarida quvonch juda ham porlab turibdi. Shu kunga qadar olgan bilimlarini, raqslarni, kuy-qo'shiqlarni barchasini ota-onalar bilan birgalikda tomosha qilib bormoqdamiz. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotimizda an'anaviy mashg'ulotlardan tashqari innovatsion yondashuv ham yo'lga qo'yilgan. Ya'ni kreativ markaz, ekologik burchak, teatr studiyasi tashkil qilingan. Bulardan maqsad bolajonlarimizni mustaqil fikrlash, zamonaviy bo'lib o'nib o'sishi hamda ijodkorlik, tabiatga bo'lgan mehr muhabbatini uyg'otishdan iboratdir. To'garaklar faoliyat yuritmoqda. Ingliz tili, rus tili, shaxmat to'garaklariga bolajonlarimiz juda ham qiziqish bilan qatnashib kelmoqdalar. 50 nafar tarbiyalanuvchilarimiz maktab sari intilmoqdalar. Men ishonamanki, bu bolajonlarimiz kelajakda eng buyuk insonlar bo'lib yetishiga, vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shishiga ishonchim komildir. Tadbir avvalida bog'cha bitiruvchilari tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Shuningdek, tadbir davomida bolajonlar yod olgan she'rlar, milliy kuy-qo'shiqlar, teatr sahnalari, jonli ijrolar va rang-barang raqslar orqali mehmonlar qalbida unutilmas taassurot qoldirishdi. Ularning har bir chiqishi bolaning ichki dunyosidagi orzulari, ishonchi va samimiyat ifodasiga Ayniqsa vatanga muhabbat, ota-onaga hurmat va ustozlarga sadoqat ruhida tayyorlangan sahna ko'rinishlari ota-onalar va mehmonlar ko'zlariga yosh, qalblariga faxr olib kirdi. Bu bog'cha yillarida olingan saboqlarning amaliy samarasidir. Tadbir davomida ota-onalar ham o'z minnatdorliklarini bildirib, farzandlarining ilk yutuqlaridan faxrlanib, muassasa jamoasiga chuqur ehtirom izhor etdilar. Bu esa bolalarning kamolotida ota-ona, ustoz va jamiyat hamjihatligining naqadar muhimligini yana bir bor ko'rsatadi. Bayramning yakuniy qismida esa ularning mehr bilan tarbiyalagan murabbiylari faxriy yorliqlar, tashakkurnomalar va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Bu mehnatga berilgan munosib baho, mehrga ko'rsatilgan e'tibordir.